Oyijonisi qarang mana shu sohada qov sohasida sizda o'sha longiy сочленение deymiz, ya'ni именно mana shu kichik chanoq bo'shliq mana shunday yopishib turgan bo'ladi. Agar sizda o'sha chanoqda birikkan joyda mana bunaqangi ochiqlik bo'ladigan bo'lsa, siz aytgan shikoyatlar, ya'ni pastga qarab tortuvchi og'riq, yurganda mana lapanglab yurish, oyoqlarda birdan turib keta olmaslik, bosganingizda og'riqni sezilishi bo'ladi. Bu soha demak o'sha yerda ochilish bor degani bo'ladi mana shu joyda. Именно pastga tortib og'riydi mana shu joyda. Og'riq bor, ha. Hozir mana UZIda biz ko'rdik oyijonisi. UZIda ko'rganimizda именно biz nima qo'yib beramiz travmatolog vrachga nechinchi darajada ochilish bor. O'sha ochilishga qarab sizda kesirvaga ko'rsatma yoki yo'q degan narsa bo'ladi. Xo'p, mana bu UZI holati. UZIda mana shu holatda ko'ryapmiz. Mana suyaklarda kalsinatlanish bor, yallig'lanish belgilari bor. Bu yerda ochilish bor. Yengil darajada ochilish bor. Hali 30 hafta endi bo'ldingiz, kuzatamiz. Xo'pmi? Bir kurs lechena olasiz. Lechenadan keyin biz yana ko'ramiz. Vitamin D ga kalsiyni miqdorlarini tekshirtirasiz. Bunday holatdagi homilador ayollarimiz muntazam ravishda UZI tekshiruv nazoratida bo'lishlari kerak. Chunki agar buni bosqichi 2-chi, 3-chi stepanga o'tadigan bo'lsa, sразу kesirvaga ko'rsatma bo'ladi. Ayollar, agar sizlarda ham xuddi shunaqa chanoq sohasiga kuchli og'riqning bo'lishi yoki yurgan vaqtda oyoqlarda bosim oshib yurishga qiynalayotgan bo'lsangiz, albatta UZI tekshiruv, ya'ni longiy сочленение tekshiruvimiz bor, UZI. O'sha chanoq bo'shliqlarini tekshirish. Shu tekshiruvga kelishingizni so'raymiz.